Ali Akbar Tursunxo'jayev, olqishlaringiz ostida, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Ali Akbar. Ismim uzunligi kamligida, familiyam undan ham uzunda. Men qaysidir qizga uylanmoqchi bo'laman. Zaksda undan so'rashadi. Siz haqiqatan ham Tursunxo'jayeva bo'lmoqchimisiz? Ana qiz uji shokda. Bu familiyaga erga tegmayman, to'yni to'xtataman desa, bu familiya muammosi kichkina muammo, lekin bu familiya kichkina muammo emas-da. Odamlarga havasim keladi. Telegram akkaunt ochayotganda ismingiz va familiyangiz uchun joy ajratilgan. Kirasiz, kimligini o'qiysiz, bilib olasiz. Meni ism familiyam yuradi. Anoni eplab o'qib olish kerak. Ism familiyam uzunligi uchun ko'p odam urushib bergan meni. Ustozim, dadam, bir marta bobom o'zi ham urushib bergan. Nimagadir berilib ketish yoki mukkasidan ketish hammada har xilda. Kimdir ichkilikka, kimdir sigaretga. Meni buvim irim-sirim qilishga mukkasidan ketganda, biz uyda devor yo'q, spirgini tikka qo'ymaslikka mo'ljallangan. Bizning uyda darvoza muzey, bobomni bobosini etigi, bobomni taqasi, bobomni rasmi, bobomni o'zi. Rahmat. Akam bor, juda g'alati. Ana kuni karta berib, bor 15 million yechib ketdi-da. Qatdan uncha pul demaylar, kredit olgan. Bordim, yechdim, qaytdim. Menga muncha qolib ketding deyaptilar. Men aytdim, bordim, pulni yechdim, sanadim, olib keldim. Desam, jinnimisan, bankomatdan yechgan pulni ham sanaydimi deydilar. O'zlari qo'ldagi pulni sanayaptilar. Urgan, rosa ko'p uradi meni. Sug'ur kinosidagi aktyor deb o'ylaydim, urib o'ldirib qo'ysam, uxlab turganimdan keyin salom berib kelaveradi. Qaqadir ketayotganda ham tichkina ketmaydi-da akam. Mana Ali Akbar biz og'aylarimiz bilan borib dam olmoqchimiz, toqqa ketamiz, yuraversan ham demaydi. Qisib uyda o'tir deydi. Ketganidan keyin ham shuna kunuzga kirsam-da, toqqa chiqib ketayotgan 4 ta erkak avtohalokatga uchradi degan xabar o'qigim keladi-da meni. Akam urgan, men aytaman, mana Odil o'rtog'ingiz ukasini urmaydi, mehribon aka desam, ukasi nogiron deydi. Meni uydagilarim uylantirishmoqchi, qarindoshimga. Men aytdim, sizlar nogiron farzand kutyapsizlarmi desam, ana jiyaning ham indamay yuribdi-ku deydi. Buvi, u qanaqa qilib gapirsin? Instagramda bitta qiz bilan tanishmoqchi bo'lib yozdim, ismini so'radim, Xumor ekan, chiroyli ism. Suhbat birpas davom etgandan keyin rasmini tashadi, chiroyli ism ekan. Men Instagram yurg'izyapman, Instagramga reelslar qo'yayotdim. O'sha mahal reelslarga nakrutka urildi-da. Menga maslahat berishdi, Instagram supportga yozishni. Men u narsani 90 kun ichida ko'rib chiqishar ekanda, men u narsani yozib bo'lganimdan keyin bilibman. Yo'qqa prosta o'zbekcha yozsam maylimi deb yozdim-da. Hammaga rahmat, menda buguncha shular.